Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Dünyanın her qaysı bulun puçqaqlarida yaşayotgan Uyghur qarindoshlarım, muhacir, musafir qarindoshlarım. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Yana yüz görüştüğün Allah'a hamdülillah olsun. Ko'rayotganinglardek mavzumuz mavjudlik krizisimizni hal qilishga aloqador inkas va savollarga javob. Oldingi videoda mavjudlik krizisimiz va buni vaqtli hal qilishning chorasi haqida to'xtalgan edik. Bununla her halde ciddi köngül bölgen qarindoshlarimiz oldu. Ularning bazı eslatmaları, savolları, inkasları var. Bugün muşlar haqida so'zlashamiz. Bulardan muhim iki eslatma ve shunga aloqador savolni asos qilib o'ylaganlarimni o'rtoqlashaman. Birincisi, tarixten beri Kazakistan'ın Yarken, Çilek, Uygur naisi ve Almutay şehrinde yaşap kelavatkan resmi dairler külkülük derecede yoşurup ilan kıygan resmi sallarının aksice sani milyonlarga yetadigan Uygur nüfusu ve Uygur yurtları mevcut. Muşu nüfus ve muşu yurtlar milli mevcutluğumuzda bir hemi turuşluk rol oynayalmamdı. Nima uchun bu yurtlar tilga ilinmaylam, yeniden quruladigan Uyg'ur yurtlari tasavvuriga o'tib ketding degan savol va eslatma. Eslatganlarga rahmat aytaman. Qozog'iston yodimda bor. Biroq masala bu yerlardagi Uyg'urlar o'zini jiddiy ma'noda Uyg'ur deb taniydigan Uyghur degan bu millatning taqdiriy qismatlariga yuragi elchadigan va Uyg'urlarning barliq milliy qadriyatlarini jon dilidan suydigan va tuniydigan. Sharq Turkistonni ona vatanimiz deb biladigan bo'lsa, albatta bular milliy mavjudligimizning himoyatorchi bo'la oladi. Ammo Sharq Turkistonni Xitoy deydiganlar Şarkı Türkistanlıklarını Xitaylıklar deydigan türde bolsa, bularga işenç qilish mümkün emas. Ularning yo'qolishi vaqt masalasi bo'lib, Xitoylar ana vatanimizdagilarni tugatgandan keyin ikkinchi qadamda bu yerlardagi Uyg'urlarni putirib turolmaydi. Biri Shanxay hamkorlik tashkilotiga bog'langan Qozog'iston Xitoylarning jiddiy tahdidi ostida bo'lib, o'zining mavjudligidan ensirmisi bo'lmaydigan ahvolda. Shunga Xitoylar Qozog'iston hukumatiga besim ishlatib, Qozog'iston tavasidagi Uyg'urlar haqida qanday siyosat chiqarishga, qanday ijroatlarni yurgizishga yetakchilik qiladi va haydakchilik qiladi. Bu sababdan Qozog'iston o'z tavasida Uyg'urlarning mavjudligiga yo'l qo'ymaslikka majbur bo'ladi. Hamma ahvollarni nazarga olganimizda İki asası mesele mevcut. Biri tashqi shart bo'lib, bu Qozog'iston hukumatining Uyg'urlarga qaratilgan siyosati. Yana biri ichki shart. Uyg'urlarning o'zidagi millatparvarlikning qanchaligiga bog'liq. Yaqinqi xabarlarda Uyg'urlar yashab kelgan joylarning biriga jiddiy turda qozoq ko'chi tashkillab, bu rayonning Uyg'ur rayoni bo'lishidagi alohidligi o'chirilishga boshlaganligi ma'lum bo'ldi. Demek, elilik Xitoylarning talablari bo'yicha ijroatlar boshlandi. Bundan boshqa Xitoylar ikki qo'lliq istixborot o'yinlari o'ynamoqda. Biri, qozoqlarda atalmış qozoq millatchiligini avj oldirish orqali Uyg'urlar uchun Qozog'istondagi jahonni tarqilish. İkincisi, Uyg'urlar ichida atalmış yigit beshi deyilganlarni iqtisodiy jihatdan setib olish, Ürümçiga sayohat qildirish, atalmış Uyghur medeniyetini qo'g'dab qilish nomi ostida mablag' ajratish usullari orqali bu yerlarda Uyg'urlarni o'z orzusiga uyg'un tizginlash.
Bular hali hazırning o'zida bo'layotgan ishlardir. Tarixdan beri bir-birini yeklemasdan qarindoshlik yashab kelgan, toki Oktyabr inqilobining g'albisigacha milliy chegaralar bo'lmagan. Ya'ni sen Qozoq, men Uyg'ur deb bakmagan bu ikki guruh xalq bugun bir-biriga ishonmaslik bilan qaraydigan, hatto dushmanlik bilan qaraydigan tarafga yetaklanadi. Yeni deganlarimga pak sifatida shuni deb qo'yay. O'tgan asrning 20-yillarida bu xalqlarning orasida bir ayrimi mavjud bo'lmaganligini shuningdan ko'ra olamizki, shu chaqlarda qurilgan Qo'qon Jumhuriyati, Buxoro Jumhuriyati qatorliq jadidchilik harakatining siyosiy qanti tarafidan barliqqa keltirilgan davlatlarda bunday ayrışma bo'lmagan. Shuna Qo'qon Jumhuriyatining Cumhur raisi Boshqurt, Baş ministeri Qozoqdan bo'lgan. Bu davlatlar munqarid bo'lgandan keyin avval Turkiyaga qochgan bu yo'lboshchilardan Mustafa Cho'qay, Qozoq, Fransiyaga makonlashgan ve Yosh Turkiston nomli jurnal nashr qildi. Bu jurnalni bugun biz o'qibmi tushunalaymiz. O'zbeklarmi tushunalaydi, qozoqlarmi, tatarlarmi tushunalaydi. Bu jurnal taki nemislar Parijni ishg'ol qilgangacha davom qilgan. 29'dan 39-yilgacha 10 yil. Eğer ishonmasanglar bu jurnalni o'qib beqinglar. Mening Facebook sahifamda resimlarda bir necha biti bor. Buningdan boshqa bu yerlardagi Uyg'urlarning o'zidagi millatparvarlik ruhi, milliy ong, millatchilik tuyg'usi, millat sevgisi, milliy qadriyatlar haqidagi tunishi qatorliqlardagi masalalar. Mana Qozog'istondan bir necha yosh xat yozgan, ovoz yo'llagan. Bu yoshlar bu yerlardagi Uyg'urlarning mutlaq ko'p sonliqida milliy his tuyg'ularning o'lganligi haqida qaqshagan. Ular moddiy mahshatga intildigan Uyg'ur bo'lish, Qozoq bo'lish yoki Rus bo'lib ketishlarning hech qanday farqi bo'lmagan turdagi bir yangi tip barliqqa kelganligini degan edi. Bu Sovet ittifoqining milliy siyosatida izchil yo'l qo'yilgan millatlarning qaynashib ketishi, umumiy Sovet odami yaratish projesidan qolgan natijalar bo'lib, mustaqillikka erishgan millatlar davlatning yetakchiligida Sovet ittifoqining shakllantirishlarini xemiga yondirib, asli milliyliklariga qaytayotgan bo'lsa-mu, boshqa davlati bo'lmagan millatlar yetaklanmaganliklari uchun texicha umumiy Sovet odami bo'lishni davom qilayotganligini, shu ular uchun millatining hech qanday farqsizligini, yashsillan bo'ladigan holatga kelganligini ko'ramiz. Bundan boshqa mening O'rta Osiyoda 3 yil atrofida yashagan kechmishimda bayqagan ahvollarni shuni tasdiqlaydi. Men ilgarimi bir necha qatim tilga oldim. Men shu Uyg'urcha gazetga, Uyg'ur ovozi, ilgirki kommunizm tug'i gazetiga bağlılığım haqidagi kechmishim va bu gazetda ishlaydigan o'qimishliq Uyg'urlarning milliy ruhining qanchalikligi haqidagi bir misolni bir qancha qatim dedim qarindoshlar. Qandaqli bo'lmasin, Qozog'iston etig'i bo'lsinmi bir jumhuriyat. Cumhuriyet degan demokratik deganni o'ziga mujassam qilgan bir ma'noni beradi Cumhuriyet degan. Ataqda bo'lsinmi demokratik davlat. Agar bu yerda Uyg'urlar to'g'ri tashkillansa, bu davlatdagi Uyg'ur saylovchilarning soni tufaylidan parlamentda bir necha vakili bo'lishi aqalli bir ish bo'lsinmi? To'g'ri tashkillanmasligi, to'g'risi milliy ong bo'lmaganligi, milliylik xususida parvosiz, kim bo'lib yashashning farqsizligi tufaylidan bu ishlarga sal qaralg'achqa. Aslida qonun yo'l qo'ygan doirada qo'lga keltirgili bo'ladigan huquqlarni surishti qilib topolmaslikdek bir vaziyatda. 1 milliarddan ortiq Xitoydan vatanni qaytarib olishning gapini qilayotgan chig'imizda shuni aqlimiz osonlan qabul qiladi-ki, o'z qarindoshlarimiz bo'lgan qozoqlar orasida sonimizga yarasha hukumatda vakillarimizning bo'lishi
köp asan bir iş bolsunmu, şunu kılaylı davatkan adam yok. Tabii ki bunu sırttan başka biri verip kılanmaydı. Şu yerde tuğulup çoğun bolğanlar kılış gerek bir iş. Ben ilgiri Kırgızistan'daki Dargıllarını misal kıyganıdım. Dargıllar topluş boltıraklaşkan yüzü mahallelerge saqçılarını xalıgancha kiremmeydiganligini ko'rgan edim. Lekin dargıllardan necha hassi köp bolgan Uyg'urlarning egisiz ishtek bo'zak qilindiganligiga shohid bo'lgan edi. Bundaq ahvol Qozog'istondami o'xshash ekanligi cho'qim. Şunlaşqa Uyg'urlar tarixdan beri yashab kelayotgan yurtlarda yashash bo'shliqi taraytilib, xo'rinlish quchurmoqda. Uyushush, qurban berish ro'y bo'lmaslik mana shunday oqibatlarga homildor. Bunun bilan O'rta Osiyodagi Uyg'urlarda yomon sifatli o'smiga o'xshash bir fikr iqimi borliqqa kelishiga zamin hosil bo'lgan. Uyg'uristonchilik fikr iqimiga moyil bo'lishlarining sababi ana shu bo'zak bo'lish, chetki qilish, Sovet davridagi tang e'tibor berish siyosatining nenini yegan chog'lari bo'lgan siqinish qatorliq surkilishlarning beqishi va hayotda tutayotgan bir qarashdir. Dövleti bo'lganlarga bir ochiq, ya'ni bir qaydash. Bular bu ochiq bilan masala hal qilg'ili bo'lmaydiganligini tushunish kerak bo'lsa-mu, u yerdagi tashkilot yoki atalmish yigit boshlarida bundaq ong yoki bundaq niyat yo'q. Sovet davridagi tang e'tibor berish siyosatining xosiyatida xeyli obdan o'rni bo'lgan Uyg'urlarning hokimiyatning sirtida qoldirilish qismatini qabul qilinmasligi g'oyat normaldekmi ko'rinadi. Bu qabul qilinmaslikning teshig'i tepgan o'rnaklaridan Sovet ittifoqini asliga keltirish partiyasi deganda shumliq elchisi bo'lgan siyosiy to'plarga qatilishlik sababmi ana shu seg'inish, ana shu ochiqdan deyishimiz mumkin. Endi masalani yana bir yiqidan kuzatganimizda shu hadisni aslatishdan boshlaydi. Hadis: kimiki hijrat qilgandan keyin Makkaga qaytishni o'ylamasa munofiq qatorida o'ladi. Endi bu hadisni tushunishga tirishib boqaylik. Makkada mushriklarning besimidan qochib hijrat qilganlar borgan yerlarda yaxshi joylashib, ish vaqti izg'i tushib, hayotlarini obdan yo'lga selagan bo'lsa, ham buningga shukr aytib, shu yerda yerlashib, shu yerlik bo'lib yashab qolishni boshqasiga kalla qatolmaslikni tanlagan bo'lsa, bundaqlar munofiq qatorida o'ladiganligi eskartilmoqda. Qanday bo'lish kerakdi? Hijrat faqat vaqtli qutulish chorasi. Kuchlanib olishning vositasi deb qaralish. Aman bir kuni Makkaga qaytish. Aman bir kuni Makkani qaytarib olish. Makkani fath qilish g'oyasi bo'lish kerak. Hijrat qilganlarda. Mana shu g'oyani hech unutmagan holda hijratda yashaganlar, tayyorlikda bo'lganlar to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'ladi. Buni o'zimizga qanday tatbiqlaymiz? Bizning hijrat uchun ayrilgan yurtimiz Sharq Turkistondir. Shunga hamon bir kuni Sharq Turkistonga qaytish, Sharq Turkistonni Xitoydan qaytarib olish bizning g'oyamiz bo'lishi kerak. Bargan yerlerimizde bir chiroyli yerlashib olib, rohitimizga ketib, Sharq Turkistonni, ya'ni hadisda deyilgan Makkani unutib qolsak, bo'ldi qilsak, bizni munofiq qatorida deyilamiz. Bu hadisni Qozog'istondagi Uyg'urlarga tatbiqlaganda qanday natijalar kelib chiqadi? Ularning zo'r ko'pchiligi o'zlarini Sharq Turkistonga aloqasiz hisoblaydi. Hatto bir inson sifatida vatanini tunusimi bir gap. Sharq Turkiston demasdan Xitoy deydi. Ular birlikka kelib, qonuniy yo'l bilan qo'lga keltirish tamamen mumkin bo'lgan huquqlarini izlab topolmayotgan bir ahvolda milliy mavjudligimizning ba'zisi bo'lishiga ishonch qilib o'tirib bo'lmaydi. Uning ustiga ular boshqa ilibba qo'llanadi. Bugungi kunda Sovet xarobasida maydonga kelgan jamhuriyatlarning hammasida yeziq o'zgartish do'lqini ko'tarilib, ba'zilari allaqachon qiril ilibasini tashlab etdi.
Muşu dolqundan paydalanıp ana vatandakilar bilan o'xshash yezikqa ko'chishni o'ylab ko'rmagan Qozog'istonlik Uyg'ur olimlari nimani o'ylaydigandir? Ko'p misol qilganimdek, ularcha ashu qiril ilifbasi Uyg'urcha deyiladi. Biz qo'llanayotgan Uyg'urchani ular Arabcha deydi. Sharq Turkistondagi ziyolilarning hammasi qirilcha materiallarni o'qiy oladi. Menmi xuddi Uyg'urchani qanday o'qisam, ashunday o'qiy olmayman. Ammo Qozog'istondagi Uyg'ur ziyolilarining ko'pchiligi Uyg'urchani o'rganishni xohlamaydi, yaratmaydi. Arabcha deb. Bizni ajdodlarimizga bog'laydigan, tariximizga bog'laydigan, Mahmud Qashqari ishlatgan, Yusufga Sajib ishlatgan, Navoiy ishlatgan bu yezikni o'rganib olishga gejgisi unamaydi. Ulardagi Uyg'urlikning amaliy ahvoli mana bu. Mana bu real ahvollar bizni yana bir Uyg'ur yurti tasavvuriga ittargan omillardir. Qozog'istondagi intayin osonlik, sog'lom vatanparvarlarning hammasilar Sharq Turkistonda tug'ilgan. Keyin ko'ch etganlar yokshilarning avlodlari bo'lib, bu yerdagi ko'ch 60-yillardagi oxirgi ko'chni chegara qiladi. Ondan ilgarilarda umuman milliy islohning o'lganligi ko'rildi. Ikkinchi eslatma. Turkiyada allaqachon qurilgan Uyg'ur yurtlari haqida. Bir inkasda Qaysariyda qurilgan Uyg'ur mahallasi ve qo'yadiganni qo'yib bo'lib, xamanni yig'ishtirib qaytish manzarasini tilga oldi. Qaraganda bu yangi Uyg'ur mahallasining qurilishi va mag'lubiyati haqidagi gap bo'lsa kerak. Ashundaqlar tushundim buni. Bundan boshqa İstanbulda eng az 2 yerda Uyg'ur mahallasi qurish urinishi bo'lganligidan xabarim bor. Ba'sining oxiri chiqmadi. Ba'si mag'lubiyat bilan tugadi yoki tashlab qo'yildi. Bularning hammasida davlat dastigining muhimligi ko'rildi. Uning uchun biz Uyg'urlar uchun cho'qim bir majburiy usul qo'llanilmasa, hech ishni ishga oshirg'ili bo'lmaydiganligi qarashimizni ta'kidlayapmiz. 60-yillarning boshlarida Afg'onistondan kelganlar, ya'ni avval Afg'onistonga chiqarilgan Xitoyning ruxsati bilan Afg'onistonga chiqarilgan, keyin davlat tarafidan Qaysariyga o'rinlashtirilgan edi. Ya'ni Sharq Turkiston o'ylari nomida bir mahalla qurilgan. Davlat tarafidan o'ysilib joylashtirilgan bir koni mahalla mavjud. Bu Turkiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining havolasi bilan Afg'onistondan qabul qilib olib kelgan. Aslida Afg'on qandoshlikka bo'lgan Uyg'urlarga qilgan insoniy yordamining mahsuli bo'lib, Turkiya hech qachon qarindoshlik tuyg'usidan emas, milliy mavjudligimizning xavfli ekanligidan emas, barliq demokratik davlatlarning asos qonunlarida bo'ladigan panohlik tilovchilarga yashash haqqi berish mazmunlariga ko'ra qilgan bir ish edi. Shu Uyg'ur kimligining saqlanishi va buning Sharq Turkiston uchun ahamiyati hech qachon o'ylab ko'rilmagan. Bugun ham shu. Qaysariyadagi Uyg'ur mahallasi Uyg'urlar uchun xeyli illiq bir joy bo'lsa-mu, til allaqachon tugagan. Hatto Sharq Turkiston jamiyati deyiladigan jamiyatning yig'inlarimi turkcha ilib beriladi. Yig'in qatnashchilarining hammasi Uyg'ur bo'lishiga qaramay ko'rilayotgan bu hol odamning yig'ilishini keltiradi. Lekin Turkiyadagi millatchilik, turkchilik havosini nafaslangan kishilar qisqa muddat ichida bu klimatga ko'nib qoladi-da, Uyg'urlik haqida ancha besh qatmas bo'ladi. Sababi turk deganmi Uyg'ur, Uyg'ur deganmi turk deydigan atmosfera aslida milliy sifatini saqlash kuchi ojiz bo'lgan Uyg'urlarning g'ururligiga obdalla bahona bo'ladi-da, tuzil turkcha bo'lib qutuladi. Şuğunisi, Sharq Turkiston masalasida Uyg'ur bo'lish bir zaruriyat. Bir turk, yoki bir o'zbek, yoki bir turkman, yoki bir qozoq Sharq Turkiston da'vosi qilolmaydi. Hech bo'lmasa simvollik holda bu harakatning beshida bir Uyg'ur bo'lmagan ahvolda buning qonuniyligi bo'lmaydi, qarindoshlar.
Eğer bir Türk Şark Türkistan meselesini götürüp çıksa, halkırada bunun hiç qanday kanuniyliği olmaydı. Şark Türkistan'ın mengülük Xitay tupraqı bolup ketmeslik üçün Uygur bolmasa qat'iy bolmaydı. Turançılık mefkurisi içinde bu mesele hal bolmaydı. Kanunsuz görüldü. Bu nuqtani ot yürek turançılar his qılanmagan takdirdimi, devletning beshidikilar, devletçilik eni bo'lgan kishilar bilishga tegishli oddiy savat edi. Lekin devlet hech qachon Sharq Turkiston masalasiga haqiqiy turda ko'ngil bo'ladigan tutumda bo'lib boqmadi. Hatto Sovet davrining oxirgi chog'largacha Sovet ittifoqi ishg'oliyati ostidagi Türkiye qavmlarining bir zamonlar kelib mustaqil bo'ladiganligiga qat'iy ishonmagan Turkiya. Tamamen unutgan. Ular endi bitti ularning ishi. Ular o'zini bir Sovet fuqarosi deb o'ylaydigan bo'ldi va uning baxtiyorligida tugaydi. Tamamen qo'lni yuvib bo'lgan. Hatto mustaqillik jakalagandan keyin Turkiya hukumati gangrab ketgan. Hech qanday tayyorlik yo'q. Ruhiy tayyorlik yo'q. Allaqachon umidni uzib bo'lgan. Aqmaydi, aqmagan bir ish deb qaragan. Xuddi shunga o'xshash bizning ishimizga qaratami Türkiye'nin hech qanday umidi olmaganligi uchun bu umid yo'q ishqa evar o'g'uchiligi yo'q, uningdan ko'ra Xitoydan paydoganim yaxshi deydigan yo'lni tutib keldik. Devletning qo'li bo'lmag'achqa öz içimizdeki yaxshi niyatli kishilarimizning tirishchanliklari kuchi yetgan yergacha davom qilib ya to'xtab qoldi ya esilib qoldi. Barliq kelgan mahallalarmi orqadan boshqa turdagi etnik guruhlarga setib etilib, ya'ni aralash mahallaga aylanib ketdi. Yoki aylanib ketish qismatidan qutulanmaydi. Bu ishlar davlat destekli bo'lgandila ondan ko'zlagan unumga erisha oladi. Bunun mahallenin yoki yurtning o'zining ma'lum belgileme prinsiplarının buluşu şarttır. Ve bundaq mahallevi qanunlarının buluşuğa devlet destekli bulması bulmaydı. Devlet bir mahallenin kanun çıkarışıga ruhsat bulmaydı eğer razı olmasa. Devletin razılıksız qiyqil bulmaydı o işini. Bu yerlik prinsiplarda öylenin elim setim işleri hakkında qattiq prinsip buluş gerek. Şəxslər bu mahallede yerleşishdən burun çoxum belgilik toxtamnamelerge imza qoyuşları gerek. Bundan başqa devlet destekli bolğandılar Uygurca başlangıç ve toluqsuz oturum məktəblərini açqılı boludu. Məktəblərdə oqutqucu boluduğanların maaşını devlet beradigan boludu. Toluqsuz oturdan keyin toluq oturğu çıkış imtihanını qazanğanlar devletning normal məktəblərdə davam qilishi mümkün boludu. Derslikler normal devlet mekteplerinin dersliki bilen okşaş olup, fakat tili Uygurca olur. Tabii belli tamamen okşaş mazmun, okşaş mesele misallar olsun mu? İctimai bellerde, hususen edebiyat derslikide bir qancha Uygur ediplerinin eserlerini koşuşu olur. Türk dilini mektepte alayda okuşunun haceti yok. Televizyondan ve cemiyetten ügünüvağılı olur. Çünkü çoğun muhit. Mektepten mi kudretlik zorluğu çıkıştır. Bu mahallede oltulganlar için ballarını Uygurca mektepte beriş mecburi buluşu. Bu mezmun toxtamnamada enip yazılgan buluş gerek. Mahallenin sırtıda olturuşluk Uygurlardan ixtiyar kılıdıganlar ballarını bu yerdeki mektepte bäsi buludu. Körünüp doğanıdek devlet destekli olmasa bu işlerini kıygalı olmaydı. Hatta perde aldı da bu işlerin beşi bulup görünüp bir iş için devlet tayinlagan bir Türk buluş gerek. Şundak bolganda Uygurlar obdarrak itaat kılıdı. Emli işlerinin hemmisi Uygurlardan bolgan teşkillikçiler tarafından kılınsı mı? Ular perde kısıdırak duruşu. Yaki herki devlet tayinlagan Türk kadrının yardımcıları dek görünüş gerek. Uygur baş bolgandek görünse Uygurlar itaatsizlik kılıdı. Yaratmaydı. İş buzuşqıtırışıdı. Şuna Uygurlardaki bundaq psixik xahişçanlıqni nazar tutqanda her qaçan çoğun ve tegebadı iş qılaydiysınız, işinin beşida
bir chet görünüş gerek. Uyg'urlar emas, Uyg'ur bo'lmaganlarga itoat qilishga moyil ekanligini hammamiz bilamiz. Yana bir yoqdan aytganda, Türkiye'de davlat dastikini qo'lga keltirish mumkin bo'lishi ehtimolligini chetga qo'ymaslik kerak. Onchilik nuqs bo'lgan ahvolda aslida kuchli bir jamoat demakdir. Lekin bundaq bir talab bo'lmasa, davlat zo'rlab tanmaydi-da. Bunchilik talabni qo'yish aqliga keladigan kapasitedagi odamlarning bo'lmasligi. Davlat odamlari bilan ko'rishgan taqdirdimi nima so'rashni bilmasdan, aniq bir masning hikoyasini deb bergandim. 3 turlik telefon ijozat, 3 turlik narsa so'rab, darhol ijozat qilaman debdi Tangri. Jesus. Bu inglizning bir latifisi. Bir mestin, daim meşhur edigandı. 3 turlik narsa talab qildi. Uning talabini bilapti desanlar, birinci talebi bütün deniz okyanlar haraq ulab ketsin deb talab qildi. Haraq ulab ketibdi. İkinci telefonu desin, o'ylab, bir narsa topolmabdi, aqliga kelmabdi buning. Ay jimi daryolar, ko'llar, kanallar, Iroqlar hammasi haraq ulab ketsin. Döpte icabet. Haraq ulab ketibdi. 3-cü telefonda dese o'ylabdi, anaqa maskallining beshiga bijimi kelamdi. Biz hech narsa aqliga kelmabdi-da. Ajının tüpsüge yana bir butilkala haraq qo'shib bitdim debdi. Ajına bir latifi var. Xuddi shunga o'xshash. Davlat odamlari bilan ko'rishgan taqdirdimi nima so'rashni bilmasdan desa iqomatda va bir parcha rasmga xursand bo'lib yonadigan aqli hajm bilan bu ish bo'lmaydi. Baxtsizligimizmi dal mushundaq yo'lboshchilarimizning bo'lganligi emasmi? O'ylab boqinglar. İsa Saudiya podshohidan 2 balamga yordam qil deb talab qilgan. Aslında bu değil mi? Uygurlarının beni anası deyilgen buluşup qarmay Uygurlarının emas, üzünün balasının anası olgan Rabia Qadir Bush bilen görüşkende 2 balamga yordam qil deb talab qilgan. Mana mushundaq bir millat bo'lganligimiz uchun Turkiyadagilarning boshqacha bo'lishi mumkin emas. Aqli hajmning bo'lmasligidan bak, niyatlarining bo'lmasligi texmi muhim rol o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Saxovatxonlar, shaxslarga yordam, oshlarga nanal qilib berish degandek ishlar bilan millat qutulmaydi. Millatning otsi o'rnidagi odamlar umumiy va qutulishning yo'li haqida o'ylaydigan bo'ladi. Millat umumiyuzlik qutulmasa, bir shaxsni bir necha shaxsni qutqizish bilan bu ish bitmaydi. U yo'g'o ish emas. Ko'zimizning kichikligidan hech nima ko'rmagan qalandaligimizdan qashunchilik kishilarni ish qilyotadi. Yo'g'o ish u. Tahi ish qilgan yo'q o'tirdi. Yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. Bu yerda yana shuni ta'kidlab qo'yayki, Turkiya haqiqatan bu qarindoshlikni yetkazmoqchi bo'lsa, bizning Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun amaliy tadbir olsin. Erdo'g'an bir kunda 2 qatim Uyg'urning ismini tilga olishda kuyinishni qilmayli qo'ysin. Bundaq emizgilarga faqatla ahmoqlar, kichik bolalar gol bo'ladi. Bizninkidekli gol bo'ladi. Davlat dastiki bo'lmagan ahvolda bundaq bir yurt qurish mumkin bo'lmasmi? Tabii halda shunda bir savol tug'ilmay qolmaydi. Devletning munosabatli qonunlariga xiloflik qilmaslik shart ostida bundaq bir yurt qurish mumkin deyilsa, faqat ziyoda ko'p puli bo'lgan boylar boshqa hech bir kuchga tayanmaymi bu ishni qilib ketalaydigan darajadagi saxovatchi ham millatparvar boy bo'lsa, buni qiyg'il bo'lish cho'qin.
o milleti üçün içik geçip durduğun bir bay oluş gerek. Ama bizden baylarımızını bilirsizler. Xotun eliş, məhcis eliş, Kur'an kursu içiş. Muşu. Manda desem bu dinge karşı iken de gep tapmanlar. Men bu dinni aslı davatgandek düşünmeyime başka bu din. Bu din, bu bizning itiqad qiladigan dinimiz. İnsanga en yüksek derecede itibar veradigan din bu. Onun için hayatlıkni saqlab qolish uchun farzdan voz kechib, haromni yeyishga yo'l var. Hayatlıkni saqlab qolishga to'g'ri kelganda, ashunga majbur bo'lganda. Yo'q, o'lsang-o'lasanki, farzdi changtu deyilmaydi bu dinda. Muşunundan yolga chiqib tatbiqlasak nim bo'ladi? Bu milletni qutqizib olish, aşı Qur'on kursiga mablag' selishdimmi, aşı masjidga mablag' selishdimmi, hammasidan ustun turadi. Chunki bu dinda yana qul uchun hech farz olmaydi. Nima uchun? Qulning qulluqdan qutulishi texmi muhim bo'lganligi uchun. Bunu aşında bir bay. Vatanım, milletim deb kuydigan bir bay. Hem pulucuk bir bay. Başka baylarının yardımısızmı iş başlap giderligidek. O iş benim mezgilgi kelgende başkalarımı kilip koşuludu bununla. Çokum. Xuddi Yahudi devletinin İsrailiye'nin barlık kilişide Rothschild ailesinin pulu rol oynagan okşaş. Bu pul aşında rol oynaydı. Yani mahalledeki mahallege o yüzüllü öy saladı hakkında silah sanmay. Aldı bilen o yüzü öy saladı. Bu öyle çaresiz ahvalda qağanlarga bikağı verildi. Aqidin erzan bahada kambag'allarga öy setib berish orqali jalb qilindi. Bulardan bitgan bu yurtda maktablar oladi. Maktablarga muallim bo'luvchilarning maoshini haliqi boy ustiga oladi. Agar mahalla jonliqligi bilan boshqalarni jalb qilarligidek bo'lsa, boshqalarni ko'chishga boshlashi mumkin. Bir yurt bo'lganda bu yerda necha 10 ming nüfus bo'lgan ekan, cho'qim bir muncha ommaviy mulozimat ishlari, boshqa turdagi xizmat borliqqa kelib, nomratlar uchun hayotlikni qamdashning yo'li topilishi mumkin. Bu chaq bo'lganda eshinchisidan azdan uy pulini to'lab berishga boshlasimi bo'ladi. Tabiiyki bu yerda aholi uchun savdo-sotiq, turmush lozimatliklari bilan ta'minlaydigan o'rinlar bo'ladi. Bularning hammasini Uyg'urlar ochadi. Saxovatchi boy, mol, bozor, dukkan degandeklarni ikki baho pul taklif qilsa-mu, boshqalarga sotmaslik, ijara vermaslik orqali bu yerning savdo-sotiq ishlarini Uyg'urlarning qo'lida to'plashi mumkin. Majburiy choraga kerak qolmamdi deb so'ralishi mumkin. Biri chorasiz ahvoldagilarni sharoitning o'zi yashash taqozosi majburlaydi. Yani biri kambag'allarni arzon uy egasi bo'lish yamchiki qiziqtiradi. To'xtamlarda majburlikqa aloqador moddalar bo'ladi. Masalan, kambag'allarga arzon setib berilgan uylarni ular qimmat setib qochmoqchi bo'lsa, bu mumkin bo'lmaydigan shartlarga qo'l qo'ygan bo'ladi. Agar ketmoqchi bo'lsa, uyni xohlagan odamga sotolmaydi. Asli egasiga qaytaradi. Bundan başqa o'ltirgan yillar uchun ufra shartini qo'shib to'laydigan shartlar qo'shiladi. Eng muhimi mahalla aholisi bo'ladigan kishilar bilan imzolashadigan to'xtam. Bu to'xtamning mazmunlari nihoyatda astoydil o'ynalishi, yuchiq qoldirmaslikka tirishish kerak. Mana shunda barliq keladi. Hozircha o'ylaganlarim shular qarindoshlar. Hammanglarga Allah'dan aman isellik dileymen.
Yeni bir qitim görüşkiçe aman bolаңlar. Hayır qoş.